Trekkerga haydaydigan akalarimizga bunaqa menyusi ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, buni qanaqa qilib ruschaga o'zgartirsa bo'ladi degan savolni ko'pchiliklar berishyapti hozir. Buning yo'li juda ham oson. Bu yerda o'zining monitori bor. Monitorda mana damoy bosib olasizlar, настройки kiriladi. Tak. Bu yerda mana yaziki degan joyida bu inglizchada yozilgan, ruskiy qo'yib qo'yiladi. Bo'ldi, avtomatik mana o'zgaradi, скорость o'tdi. Ruscha уже. Misol uchun bundoq qiladigan bo'lsanglar, bu yerda ham shunaqa arab tilida yoziladi o'sha. Mana bu yerdan o'zgartirsanglar, sразу o'shanga qarab tili o'zgaraveradi. Zayak mana ruskiyda turadi. Настройки kirasizlar, mana ikkinchi bo'lib turadi. İşte ruskiyga qilsanglar, bu yerdagi tablodagi yozuqlar ham ruscha bo'ladi avtomatik.